Minecraft, lekin biz qurgan hamma narsalar tiriladi. Bugun qishloq va men quruvchilar jangi o'tkazamiz. Lekin biz quradigan barcha narsalar tiriladi. Biz esa bugun juda ham ko'p quramiz. Hattoki buni ham quramiz. Bularni hammasini o'tkazib yubormaslik uchun videoni oxirigacha ko'ring. Jangimiz 3 ta raunddan iborat bo'ladi. Mavzularni esa ko'rib turibsiz. Agar sizlarga hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, bir narsani so'ramoqchiman. Qishloq va men xuddi shunday Minecraftda ajdarni yo'q qilishimizni xohlarmidinglar? Ya'ni qurgan narsamizga ega bo'ladigan Minecraftda. Ishonavering, bu juda ham qiziqarli bo'ladi. Bu video ostida 40 ming ta like yig'ilgani zahoti biz buni qilamiz. Va izohlarda kimning qurgan maxluqlarni sizga ko'proq yoqqanini yozib qoldiring. Sizlar bilan esa artefakt va qishloqqa yoqimli tomosha tilayman. Bular esa mening sirli Telegram kanalim a'zolari. Ularga katta rahmat yordam uchun. Tfu nafik. U jangni boshlaymizmi o'zi mag'lubiyatga tayyormisan? Ye oldima kema koronavirus bo'lsa-chi, esingdami shunaqa narsalar ham bor endi dunyoda. Qishloqqa shu narsa ham esdan chiqarkanmi? Sen birinchi qanaqa maxluq qurishingni o'ylab qo'ydingmi allaqachon? Qachongina o'ylab qo'ydim. Saniki kim bo'lsa ham yo'yib tashlaydi. Bilasanmi o'zi men birinchi nima qilmoqchiligimni? Unaqasini bu Minecraftda hech kim yuta olmaydi. Pachog'ali, shunga bu Minecraftda yo'g'idan yasayman-da. IQni qara cheksiz bo'lib yotibdi. Shu ham IQsi bilan maqtanishni qo'ymadi-da. Ham mayli, nima bo'lganda ham biz birinchisiga nima qilamiz bilasizlarmi? Vardan. Minecraftdagi eng qo'rqinchli, eng joni ko'p bosslardan biri. Va men shuni tushunib yetdimki, mendan umuman quruvchi chiqmaydi. Aytgancha men hozir oddiy vardan qurmoqchi emasman. Men haqiqiy dahshat qurmoqchiman. Umid qilamanki, qishloqqa ham mening vardanimga qarshi tura oladigan tuzukroq narsa quryapti. Yo'qsa alam qilardi. Agar vardanni hozir kattaroq qurmasam, detallashtirish juda ham qiyin bo'lyapti. Shuning uchun ham vardan akamizni sal-pal kattaroq quramiz. Bu uning asosiy tana qismi bo'ladi. Qop-qoradan sal keyinroq unga detallar qo'shamiz. Faqat hozir qo'l qismiga o'tishimiz kerak. Qo'lni qurish unchalik ham oson bo'lmasa kerak, lekin men harakat qilib ko'raman albatta. Hoziroq qurib tashlaymiz va menimcha qo'lga o'xshadi, chidasa bo'ladi. Bu tarafga ham xuddi shunday qilamiz va ikkita qo'li tayyor. Vardan polvonning o'rtasida mana shunday yadrosi ham bo'ladi. Men quruvchi emasman. Nima bo'lganda ham endi bu vardanga boshqa vardanlarda yo'q narsalar qo'shish kerak. Masalan, olmosdan shoxlar. Qanday g'oya? Shoxlari ham tayyor. Tezroq mana shu vardanni haqiqatga aylanganini ko'rgim kelyapti. Qishloqqaning bir tenga qimmat bossini yanchib tashlayotganini ko'rgim kelyapti meni. Shuning uchun ham vardan akani boshini yasashni boshlaymiz. Bu bo'yni tanasidan ajralib turishi uchun kerak. Endi bo'lsa, mana bu yerda uning qo'rqinchli og'zini yasaymiz. Ko'z esa umuman kerak emas. Kim bilsa, vardanning umuman ko'zi bo'lmaydi. Buni tishlar deb tasavvur qilamiz. Quruvchilik san'ati menda yuqori darajada. Mayli, endi vardanimizga har xil bloklar qo'shamiz ajoyib ko'rinishi uchun. Taxminan mana bu qilib, sizlar ham bu yerda ikkita ko'z ko'ryapsizlarmi? Va ular bo'lmasligi kerak. Agar bunday qilsak, endi qaroqchidan farqi qolmadi. Mayli, ikkalasini ham olib tashlaymiz. Babi qaroqchiga o'xshab qoldi. Mana bu joyini ham o'zgartirish kerak. Endi mayli, mana buni ham yo'q qilamiz. Xo'sh, endi ko'zlar yo'q, to'g'rimi? O'ylab qarasam, bizning vardanimizga shoxlar yetmayapti ekan. Lekin oddiy vardannikida emas, olmosdan, epigidan. Bilmadim bu qanchalik yaxshi g'oya, lekin g'oya. Oxirgi blokni qo'ysam, tayyor, mana ajoyib degan bo'lardim-u, lekin nima bo'lganda ham Minecraftni umid qilamanki, bu vardan ekanligini tushunib yetadi. Men bunga umid qilaman. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu vardanga o'xshadimi yo'qmi? Xohlasangiz izohlarda yozib qoldiring. Axir o'xshagan-ku, to'g'rimi? Endi qishloq ham bu san'at asarini qurib bo'lishini kutamiz va ularni bellashtiramiz. Mana bu haqiqiy jang bo'ladi. Videoni davom ettirishdan oldin iltimos kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sababi men butun yakshanba mana shu videoni montaj qilib o'tirdim. Siz kanalga obuna bo'lsangiz, men bu ishni bekorga qilmayotganimni tushunaman. Axir bekorga qilmayapman-ku. To'g'rimi? Yana yoz oxirigacha 400 mingta bo'lmoqchi edik, kimni esda bo'lsa. Bo'ldi, men kutishdan charchanib ichkariga kiraman. Qishloqqa sen nimalar qurding? Leonardo DiCaprio meni shogirdim bo'ladi. Birinchidan Leonardo DiCaprio aktyor, ikkinchidan bo'lsa nima tupuryapsanmi sen yana? Albatta. Men seni valla hoyat tuzalgansan deb yuribman. Sen yuraverasan-da, mana bunaqasidan yasha. Turisham bir san'at, bilib qo'y. Mayli, mavzudan chalg'ib ketdik. Mana shu sen qurgan bossmi nima? Bu uni boshimi? Burursa to'galib tushadigan-dek seni bossi. Sen qo'ziqorning kuchini bilmaysan-da, yo'gandi. Yaxshi, buni qo'ziqordan deyapsan, lekin qo'ziqordan bo'lsa, mana bu blokdan bo'lish kerak emasmidi?
orqangga qarab turdi. Qandaska shu o'zimga iye bo'ylamasan-chi. Nima qilay bilding? Men bundan ham ko'pini aytaveraman. Ay chiqqani. 3 ta aytaman. Birinchidan sen pachoq olasan, ikkinchidan nafas olyapsan, uchinchidan osmon moviy. Boshingga kelgan gaplarni aytib, men forbaman deyapsanmi? Nima bu qo'ziqorinning yarmi qo'ziqorindan bo'ladimi? Yetadi-da, tfu. Mayli pachoqlar, unda sen menikini ko'rsang, aniq qo'rqib ketarkansan. Bekorlarni 6 tasini deyapsan. Buni hali ko'ramiz. Sen ko'zingni qis. Ko'zingni degandim, hammayli kiraver. Qani ko'raylik-chi qurgan obidayni. Nima bu? To'xta, aytma qanaqa borligini o'zim tahlil qilaman. Bu 8 oyoq. Ha, mendan yaxshi quruvchi chiqmaydi. Qara bu, axir Vardin-ku, nimasi tushunarsiz, faqat sal kuchaygan versiyasi. Sen adashyapsan. Menga ishon, bu 8 oyoqmi? Ha, kelar safar yaxshiroq qurishga harakat qilaman. Rostdan ham 8 oyoqqa o'xshaydi, lekin unchalik emas. Minecraft tushunadi buni. Xafa bo'lma, uni qanday kuchaytirishni bilaman. Tfu. Nima yana bitta tfu bo'ldi. Qishloqqa hozir qilgan ishingdan ko'ylamayapti meni. Nimasidan tushundim. O'zimni ham ko'ylamayib ketdi. Nima bo'lganda ham qurganlarimizni tiriltirish vaqti yetib keldi. Baraban sadolar ostida Vardin va qo'ziqorinni kutib oling. Ular jang qilishadi. Vardin bu qo'ziqoringa ko'rsatib qo'y. Tushunmadim. Menga nima bo'lyapti? Hamma sotilgan, uyushtirilgan g'urromlik. Bo'lishi mumkin emas. Qo'ziqorinlarning muroqibsiz bo'lishini yiqilib tushmaganda yo'yardi, endi kuchini ishlatayotgandi. Sen shunday deb hisoblaysanmi? Mayli, Vardin pastga ulg'a. Olib kelaver, yo'yadi. Bu sul qo'ziqorinni aylantirib o'rini. Jag'iga so'l. Vardin bu maynovozchilikni tugat. Ko'rib turganingdek qishloqqa seni qayoqda qo'ziqorinning bir ishga yaramadi. Hammasi yo'q, hakamlar sotilgan. Umuman olganda bu yerda hakam yo'q edi. Obunachilarchi? Ha, lekin obunachilar hammasi halol bo'lganini ko'rishdi-ku. Balki sen qo'ziqorinni zaharlagandirsan, obunachilar ko'rib qolgandir. Shaxsan men bunday hisoblamayman. Sen hisoblashni bilmaysan-da. Obunachilar yozinglar, artodilar g'urromlik qilgan, to'g'rimi? Plyus yozinglar bittada. Birinchi raund g'olibi aniq bo'ldi. Lekin hali bizni shunday bosslar kutyaptiki, siz shunchaki hayratda qolasiz. Ikkinchi bosqichda ham men qishloqni yanchib tashlashim kerak. Shuning uchun men Asgard buzg'unchisi Surturni quraman. Men uni yetarli darajada qo'rqinchli deb hisoblayman. Ikkinchi bosqichda ishlatish uchun. Mayli, tezroq qurilishni davom ettiraylik. Xo'sh, boshlanishiga unga tirnoqlar qilamiz obsidiandan ajoyib va bahaybat maxluqimizni oyoqlarini tepaga qarab qurishni davom ettiraveramiz. Men qurayotgan maxluq yetarli darajada kuchli bo'lishi kerak. Shuning uchun men uni oyoqlarini baquvvatdek ko'rsatish uchun mana shunday qilishga qaror qildim. Menimcha yaxshi ko'rinyapti. Xullas, tushunib turganingizdek, mening maxluqim bodybuilderlarda kuchli bo'lishini xohlayman. Shuning uchun mana shunday sizga bloklar bilan bo'lsa ham muskullar qo'shyapman. Menimcha maxluq ajoyib chiqyapti. Faqat uni yanada kattaroq, qo'rqinchliroq, kuchliroq qilishim kerak. Ha, menda yaxshi quruvchi chiqmaydi aniq. Buni qo'lini qanday qursam ekan hozir masalani bir nima qilaman-da. Barmoqlari mustahkam bo'lishi uchun obsidiandan qilsa bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri, obsidian mustahkam. Qo'li ham mustahkam bo'ladi degani. Mana shunday sizga uning barmoqlarini qilamiz. Men bilan qurilishlarim bilan dunyodagi eng zo'r quruvchilar musobaqasida oxirgidan bitta oldingisini olsam kerak. Oxirgisini esa qishloq oladi. Xo'sh, biz eng qiyin qismiga yetib keldik. Uning boshiga buni qurish aniq qiyin bo'ladi. Mayli, boshlanishiga malarang to'rtburchak yasa olamiz-da, o'shandan bosh yasaymiz. Masalan, mana bu bo'yni, chunki bu maxluqimizda bo'yin bo'ladi Vardindan farqli ravishda. Hammani yanchib tashlamoqchi ekanligi bilinib turishi uchun ko'zlarini redstone'dan qilamiz. O'ziga keladigan bo'lsak, uni qanday qilishni ham bilmayman. Masalan, bu yerga ham Vardinga ishlatganimizda qilsak bo'ladi. Bu ko'proq devorga o'xshab qoldi. Bir blok tushirish kerak shekilli. Endi tayyor. Bunga endi qarasa bo'ladi ko'zni yumib. Xo'sh, bu maxluqqa soch qo'ysammikan yoki shart emasmi? Kal bo'lib yursa ham bo'ladi-ku, mayli, soch ham qo'yib yuboraman. Balki obsidian sochli qurilishi uchun unchalik ham yaxshi material emasdir, lekin bizning maxluqimizga bo'laveradi. Ular xilpirab turish kerak emas uning uchun. Xo'sh, ko'raylikchi bu sochimga qanday turdi. Dahshat. Ko'ylib bo'shlar ekranga qaramay tursin. Lekin bosqich qoidalariga ko'ra aynan bizga maxluq kerak. Shuning uchun bo'ladi. Va yana eng muhim narsalardan biri esdan chiqibdi-ku. Menimcha Marvelda unda shoh bor edi. Shuning uchun biz ham qo'shib qo'yamiz. Va tayyor bo'lgan narsaga yondan qaraymiz. Bu haqiqiy dahshat, lekin men qo'limdan kelganini qildim. Xo'sh, menimcha hammasi tayyor. Endi bo'lsa qishloq ham o'z maxluqini qurib bo'lishini kutishimiz kerak. Ezilib ketdi-ku, odam 10 million yildan beri quryaptimi nimada? Balki sal ayyorlik qilib qo'ylarmiz. O, spoiler bo'ldi.
Bitmasdan oldin ko'rmaymiz. G'irromliklarsiz bo'lsin bu safar. Bo'ldi, qishloqqa sabr kosam to'ldi. Men ichkariga kiraman. Qarayveraymi, tugatdingmi? Men bir soat oldin tugatdim, shunchaki kelishingni kutib turdim. Nima, bir og'iz aytsang bo'lmasmidi shuni? Yo, bu yana nima? Yalmog'izmi? Nimaligini bilmadim-ku, lekin qo'rqinchli narsa. Ha, qo'rqinchli ekanligi bilan bahslashib bo'lmaydi. Menimcha sen bloklarni taxminan qo'yib tashab, keyin unga yuz chizib qo'ygansan, to'g'rimi? Mana bu orqasidagi uchta bir balolar nima yana? Ha, ular muvozanatni saqlashga yordam beradi. Qo'llarni ko'ryapsanmi? O'ngga chapga yiqilib ketmaslikka-da. Yo'q, menimcha shunchaki bloklarni taxminan qo'yib tashlagansan. Ha, shunaqa qildi. Nima qilasan-a? Yur, senikini ko'ramiz, bo'lmasa nima balo qilibsan. Qani kircha shamol kirmasin, yopib qo'yamiz. Va, yo'q. Voy, sen nega har doim qoidalarni buzasan? Senga maxluq qur deyishgandi. Sen esa oynadagi aksini quribsan-ku. Ha, shunaqa paytlarda seni IQing 100 dan baland ekanligiga ishonaman. Vo, maqtashdi. Mayli, boya hazillashuvni aksini qur deydi. Lekin soch o'xshaydan qarab qotib qo'ygan. Ha, menimcha ham soch ortiqcha. Seni turmagingda qoldirish kerak edi. Voy, bechora yuragim, qalbimga oyog'ingni sanchib olding. Zato shampun tejaladi. Mayli, seni gapni yutish qiyin masala. Hayotingni ora-so'rida bo'lsa ham to'g'ri qaror qilib turasan bala. Sen rostakam jangga tayyormisan? Maxluqing o'zi menga qarshi biror nima qila olishiga ishonching komilmi? Meni bujjim boyagi vardalingni ham qoqib qo'yadi joyiga. Bu yana nega? Bu shunchaki hech narsa emas. Qo'lini qimirlata olmasligiga xolos. Yo, menga unaqasi umuman kerak emas. O'zingnikiga qilsang bo'ladi. Menikini shusiz ham qo'li qimirlashi gumonim bor. Ha, mayli, bo'ldi, men arenaga teleport qilaman. Ketdim. Boshqa yo'li yo'qmidi borishini? Qo'rqinchli maxluqlarni kutib oling. Jang! Birinchi seni maxluqing bilan ozgina tanishaylikchi, meniki bilan keyin. Ha, o'zi meni maxluqim birinchi bo'lishga odatlanib qolgan. Menimcha bugun birinchi marta ikkinchi o'rin bo'ladi. Bu qo'lini qara qiyshiqligini, iloji boricha qiyshiq quribsan-da, voy, bu og'zini qara buni. Bu maxsus taktikam. Raqiblari og'ziga qarasa ko'layib qochib ketadi. Hech kimga bu taktikaga amal qilishni maslahat bermasdi. Bu orqasidagini qara, mana shu senicha dummi? Bu ortiqcha bir balolarga o'xshaydi-ku. Sen buni joyni ko'rmagansan-da, menga o'xshab. Lekin mana bilib qo'y, yo'yadi. Endi men qurganni ozgina ko'ramiz. Qani, va men qurgan ham deyarli bir xil, faqat shoxlari boshqa tarafga qarab qopti va ko'zi negadir bitdi. Lekin sochlari bir xil. Xuddi sen qurgandek. Ha, qurganimda sochi raso ko'rinyotdi, endi undan ham raso ko'rinyapti. Lekin bu uning jang qilishga xalaqit bermaydi, sen shuni unutma. Bo'ldi, tashqi ko'rinishga e'tibor bermaymiz. Jangni boshla. Arti, mana seni so'kdi. O'lib qoldi. Bu nimalar qilib qo'ydi? Eshitib ko'paytirasan-da. O'z quloqlarim bilan eshitdim, seni ahmoq dedi, ha? Mayli, jang boshlandi. Bo'l, yo'yuni. Seni maxluq jangga oson bo'lmayapti-ku, yo'yilib ketyapti-ku. O'ylanati, seniki yer tagida qaraganda qurtlar chiqaryapti bu. G'urromlik-ku. Sen ham bir nima qilsan, janimay turibsan. Seniki ikkita zo'mi chaqirdi, qattiq ekan-ku seniki. Bo'l, bir zabbatda yo'y. Kitob demaysa, unisini ham yo'yib qo'yardi. O'zing so'rading, agar hozir meniki yutsa, seniki mag'lub bo'ladi. Yo'q, men hazillashgandim. Yo'q, to'xta, men bo'lyapti. Mayli, yutsa. Lekin men qo'ldan kelmaydi. Deyarli o'ldi mag'luqing, bo'l. Tushirvordi bu g'urromlik. Taktik hujum bu. Pastga tushirish uchun bedroqni sindirdi mana paqa. Ha, mayli qishloqqa. Bu safar sen yutganga o'xshaysan. Tan olish kerak. Shuni aytaman-da, robkayda bu. Qara seni mag'luqingdan nima tushdi? Tatem, sehrlangan oltin o'rni ajoyib-ku. Hozir borib ana pastdagi mag'luq bilan urushib ko'raymikin-a? Yer lanada tushib ketib, bu degani tatem minus qalaysan? Axir meni urmaysan-ku, men seni yaratdim, to'g'rimi? Yo'q, buni fikri boshqachaga o'xshaydi. Obbo, endi paydo qilasanmi zombilaringni? Pachoq, qishloqqa menga yordam kerak. Bo'ldi, kelib, soldim orqasiga, o'lib qoldi. Ikkinchi raund g'olibi ham aniq bo'ldi. Uchinchi hal qiluvchi bosqich qoldi. Bu safar esa men Minecraftdagi eng qo'rqinchlisini quraman. Ha, o'sha Herobrine. Ha, bu safar Herobrine'ni quraman. Qishloqqa nimani quradi bilmadim-ku, lekin men Herobrine'da umid qilamanki, bu ishim uchun afsuslanmayman. Herobrine'ni qurish men o'ylashimcha unchalik ham muammo bo'lmaydi, chunki unchalik ham murakkab tuzilmagan. Bu uning oyog'i bo'ladi va bu yerda bir nima xato bo'ldi. Tayyor. Xo'sh, endi uni ko'k shimini qurishni boshlaymiz. Ekraningizda Herobrine aynan qanday ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Agar qo'shishni unutmagan bo'lsam, umid qilamanki, unutmaganman. Xo'sh, Herobrine'ning oyoqlari yaxshigina uzun, shuning uchun qurishni davom ettiramiz. Menimcha hozircha umuman Herobrine'dan farqi yo'q, shuning uchun qurishni davom ettiramiz. O'ylab qoldim. Hozir Herobrine'ni quryapman, to'g'rimi? U paydo bo'lgandan keyin
menga yopishib ketsa-chi, hech narsa deb bo'lmaydi, axir Xerabrin aqlda ozgan bo'lishi mumkin. Umid qilamanki, bunday narsa bo'lmaydi. Qiziq, qishloqqa nima quryapti ekan? Umid qilamanki, Xerabringa qarshi hech bo'lmasa biror nima qila oladi. Xerabrinning bel qismiga ham yetib keldik. Men bu yangi ikkitani qurganimgami yoki Xerabrinning o'zini qurish osonligigami negadir bu safar hammasi oson bo'layotgandek tuyulyapti. Nega men bu o'zi boyatdan beri qo'l bilan quryapman? Axir menda World Edit modi bor-ku. Videosidan o'tib yuklasanglar bo'ladi. Bu reklama emas. Mana reklama. Telegram kanalimga obuna bo'ling. U yerda men allaqachon hayotda qanday ko'rishimni ko'rsatganman va bu videoda ishlatilgan barcha modlarni ham o'sha yerga tashlab qo'yaman. Xohlasangiz mana bu QR kodni skaner qiling yoki videosida havola bor. Bitta komanda yozish orqali sal ochroq rang bo'ldi-yu, mayli bu ham bo'ladi. To'rtburchak qutidek ko'rib qolmasligi uchun mana bunday har xil bloklardan qo'shamiz. Kim bilsa, Steve'da ham Xerabrinda ham mana bu yerda kiyimi sal osilib turadi. Buni ham Xerabringa qo'shishimiz kerak albatta va tayyor. Sizlarga qanday bilmadim, lekin hozir qurayotganim menga juda ham yoqyapti. Bir xil chiqyapti menimcha Xerabrin bilan. Boshini yasashdan oldin birinchi qo'llarini yasab olamiz yaxshigina qilib. Faqat qanday qilishda hozircha bilmayman. Mana bunday qilsam, jinnicha ko'rinyapti, rostini aytsam, bu yerni sindirsamchi va zinapoya bo'lyapti-ku. Ha, haqiqiy zinapoya. Bir nimani to'g'irlash kerak. Agar mana bunday qilib burchaklarni to'g'irlasak yaxshi bo'ladimi deb o'ylagandim, lekin agar maksimal darajada oddiy qilsak-chi, bir blok bu yerdan qilib va endi mana bunga menimcha qarasa bo'ladi. Boshdanoq shunaqa qilish kerak edi, o'zimcha qiyinlashtirmasdan. Xerabrinning futbolkasini yengi juda ham uzun bo'lib ketyapti. Buni albatta qisqartirishimiz kerak. Endi ancha yaxshi, lekin uni yengi baribir kaltarroq edi. Oddiy futbolka edi-ku, nega bunchalik uzun qilyapman? Hamma bloklarni mana almashtirib tashlaymiz va endi menimcha ajoyib chiqishni boshladi yana. Bu tarafiga ham xuddi shunday manipulyatsiyalarni o'tkazamiz va tayyor. Albatta Xerabrinni hali boshi yo'q, lekin buni biz hozir to'g'irlaymiz. Qishloqqa, senida menga qanaqadir jinicha negani airportlagan, nega menda jinicha effekt bor va uni sut bilan yo'q qilib bo'lmayapti. Men ham yo'q qila olmay o'tiribman. Bu yoqdan beri sen bergansan deb o'ylabman. Agar sen bo'lmasang, unda kim? Mana bunday qilsak yo'q bo'ladimi va baribir yo'q bo'lmadi. Qanday qilib? Bu endi atrofimda effektchilar uchib asabni buzib yotadimi mana shunaqa? Mayli, chidaymiz. Komandalar bilan hal qila olmaysan. Hamma narsa qilib ko'rdim. Kimdir ustimizdan kulyapti shekilli. Shunaqa degan, umid qilamanki, bu men qurayotgan narsaga aloqador emas. Mayli, bu faqat bitta narsani anglatadi. Biz shoshilishimiz kerak. Tez kallasini quramiz bu yaramasni. Xerabrinning kallasi butunlay to'rtburchak bo'lganligi uchun umid qilamanki, kallasini qurishda menda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Lekin allaqachon boshlanishdi. Men bunday aniq qilayotganimning sababi rasmga qarab qilyapman. Shunga hayron qolmaysizlar. Mana bu yerda Xerabrinning sochi bo'ladi. Xo'sh, bu tarafini ham mana shunday qilamiz. Xuddi ikkinchi tarafidagidek mana bu yerga ikkita blok va menimcha hammasi hozircha yaxshi ketyapti. Mana bu yerni butunlay yopamiz bloklar orqali. Mana buni sindirib tayyor edi bo'lsa, yuzda o'zini qilish qoldi. Bu umuman tez bo'ladi. Oxirgi bloklarni qo'yamiz va tayyor. Minecraft agar 80-yillarda chiqqanda Xerabrin aynan shunday ko'ringan bo'lardi, lekin buni o'zgartirish kerak. Negadir hech tuzukroq yuz qilish qo'limdan kelmayapti. Agar mana bunday qilsak endi o'xshash kerak. Bu yuzi katta, bu gigachatmi nima? Men tushundim. Shunchaki buni kallasini kichraytirish kerak. Juda ham uzunchoq bo'lib ketgan. Bir ikki qavatga kamaytirsak ajoyib bo'lishi kerak hammasi. Bo'ldi, boshini yopamiz. Mana bu yerda esa cho'lkacha deyman, nima balodir qilamiz. Chupchu. Va menimcha hammasi pachoq bo'ldi. Nega men buni basharasini to'g'irla olmayapman? Hozir Minecraftni o'chirib tashlayman. Va nihoyat ko'p yillik izlanishlardan so'ng mana bo'ladigan yuz yasaldi. Endi ko'zlarni qilish qoldi. Ko'zlarni qilish esa umuman muammo bo'lmasligi kerak. Chunki ikkita oq nuqtacha. Bu umuman qiyin bo'lmaydi. Yo'q, qorasini ham qo'shaymi? Yo'q, qo'shmayman. Bloklarni sanab qilish kerak edi. Endi hattoki ko'z qilishda ham qiynalyapman. O'zingizlar qaranglar. Mana bunisiga to'g'rimi? Bitta tarafi to'g'ri. Agar ikkinchi tarafini ham qilsam, xuddi lazer otayotgandek bo'lib qolyapti-ku. Xo'sh, bunday vaziyatda nima qilsa bo'ladi? Agar ikkita ko'zini pastga qilib qo'ysak-chi, shunda nima bo'ladi? Va
Parrakcha bo'lib qoldi. Parrakcha. Xullas, bizni Xerabreni misol tentakroqqa o'xshab ko'rinadi, lekin aslida bunaqa bo'lmaydi degan umiddaman. Endi esa mana shu Xerabreni izohlarda 10 ballik sistemada baholashingizni so'rardim. Men o'zim 6 beraman. Ko'zlar uchimasda. Qishloq, qani bo'ldingmi qurib? Yo, bu yerlarni nima qilib tashlading? Nima bo'lasan, bombamen quryapsanmi nimada? Qishloq, qani sen? O'lasan. Qishloq, aqldan o'zdingmi? Nima bo'la qilyapsan? Yo, shunchaki men bunaqa xasacha topib oldim, seni qo'rqitib kelib qoldi-da. Ha, tushunarli Qishloq, sendan kutsa bo'ladi buni. Qurib bo'ldingmi sen afsonaviy maxluqingni menikini qara. Qishloq, bu quyoningni afsonaligi nimada? Ye, bu afsonaviy bo'lmay nima bo'lsin? Bu tuxum tashiydi qaysidir kunda, o'zim ham bilmayman lekin. Nega unda siyoh rang? Yoshligida ko'p kasal bo'lgan. Ha, unda tushunarli. Mayli, bo'laveradi. Bo'ladi-da, o'zing nima qurding uchun vahma qilasan? To'xta, bu yoqqa men bilan Bedrockning orasida nechta blok bor? Hozir sanayman. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Nima, to'xtachi, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, Bedrockni hisoblab 5 ta, adashding, pachoq. Agar Bedrockni ham hisoblasam, teskarisini aytarding, to'g'rimi? Buni endi hech qachon bilolmaysan. Buni qara, shoxlari ham bor. Quyonda shoxlarga balo bormi? Nega orqasi bunchalar tekis buni? Ha, bu ko'p uxlaganda yostiqsiz yana pachaq bo'lib qolgan. Bering, mana bu yulduzchalarni ko'ryapsanmi? Epiga. Tanasida yulduzchalari bor, shoxi bor. Yana orqasi pachoq bo'lgan quyonni hayotda ko'rmagan ekanman, afsonalarda ham. Endi ko'rding, baxtdan ichiga sig'mayapsanmi endi? Nimasini aytasan? Umuman sig'mayapman. Shunaqa desang hech qayerga sig'maysan. Mayli yur, seni afsonaviy maymunchangni ko'raylik. Maymuncha deyishga shoshilma Qishloqqa. Ya, Xerabren qurdingmi? Bu chitku, g'irromchi. Nega afsonaviy? Hamma biladimi? Biladi. Yana nima muammo? Muammo? U nima o'zi? Agar men bularni qo'ysang, u hech qachon paydo bo'lmaydi. Qishloqqa, yana men qurgan narsalarni buzishni boshladingmi? Shu ishingni qilmasang-da. Hech nima qilmaydi, katta bo'ladi. Xerabreni hattoki shular ham to'xtata olishga shubham bor. Aytgancha bo'yi e'tibor bermabman. Nega bu qo'rqib ketgan? Susi pishiraymi? Yo'q, u bilan hammasi joyida. Shuncha ko'zlari sig'may qoldi. Bu ko'zlar unga jangda umuman xalaqit bermaydi. Sen ishonaver. Nima qilyapsan yana? Qalbiga bir chimdim Bedrock so'p qo'yyapman, qarshi bo'lmasang. Yuragini Bedrockdan qilyapsanmi? Ya'ni o'lmas qilyapsanmi? Yo'q, senga yordam berib o'libmanmi? Shunchaki qon bosimi oshib ketishi uchun. Keyin infarkt bo'lib o'lib ketadi. Menimcha esa bu ish bilan uni o'lmas qilding. Sen menga ishon, men bilaman-ku, men ketdim arenaga. Arena yaxshi ham nezirda emas. Nega bunday qiladi? Kutib oling. Xerabrin va siyoh rang quyon. Jang. Ana u yana nima bo'ldi? Fireballmi? Nega u yerda turibdi? Boya qurgan maxluqlarimizniki shekilli, lekin nega u yerda qotib turibdi? Qotib qolgan fireball deysanmi? Men bugun voleybol o'ynaymiz. Qani, to'xta, yerda otding men. Qaytarishga ulgurmadim. Hech qisi yo'q, kelasi safar o'ynaymiz. Sen undan ko'ra mana bu Xerabringa qara, haqiqiy askarday turibdi. Buni qara, yo'yaman deyapti. Ko'zini oqqa bo'yab qo'ysang, Xerabrin bo'lib qolavermaydi. Tushundingmi sen? Mana bunga qara. Paxmoq voyim meni bo'ldi. Jang. Bo'l Qishloqqa jangni boshla. Mana buni hozir yo'yilib ketishini ko'raman. Vop, Xerabrin bo'l, yo'y. Bu seni shoxli quyoning hatto qarshilik ham qilmayapti-ku. Hamma narsani vaqti bor. Sen hali qarab tur. Quyoningni joni deyarli qolmadi. Sen nimaga ishonyapsan o'zi? Ba'zida o'zingni sabr qilishning o'zi ham yetadi. Qishloqqa, menimcha bu safar unaqa emas. Chunki hozir seni quyoning parchalanib ketadi. Tamom. Arti, sen meni qanaqaligimni haligacha bilmas ekansan. Mana buni ko'r sen oldi. Nima? Bunda hali ikkinchi faza ham bormidi? Xerabrin, menga afsuski bugun bizning kunimiz emas shekilli. Bo'laklarga bo'lib qolib chiqdi. Endi nima deysan? Qishloqqa yutqazyapmiz deganimga ishondingmi? Xerabrin, transformatsiya. Qanaqa yana transformatsiya? Bo'lishi mumkin emas. Nima bo'ldi u? Nega joni ketmay qoldi? Nega menga joni ketishni boshladi? Savollar ko'p, javoblar kam. Qishloqqa, sen shoxda yursang, men bargida yuraman. Yo'q qil uni. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Qanday Xerabrin deyarli joni ketmayapti. Shunaqa Qishloqqa. Xerabrin shuncha paytdan beri bor kuchini ishlatmagandi, to'g'rimi? Afsus gapirishni bilmaydi. Men hali ham hayratda qolyapman. Meni transformatsiyaga uchragan so'qra quyonimni o'ldirdi, bu yaramas. Bu Xerabrin hali yordamchilarni chaqirishga ham ulgurmadi. Ha, Xerabrin meni o'ylagandan kuchli ekan. Mayli, tan olishga majburman. Bu safar sen yutding. Ajoyib, bu gaplarni sendan eshitish juda ham yoqimli edi. Qudrati menikida emas, lekin mana qudratda nima deysan? Menimcha jang ajoyib bo'ldi. Faqat bitta narsaga tushunmayapman. Nega haligacha odamlar obuna bo'lmadi? To'g'ri, iltimos obuna bo'lib yuboringlar va videoga takrorlanmas laykingizdan ham bosib qo'ying. Keyin ekraningizda chiqib turgan videolarni ham ko'rishni maslahat beraman. Ayniqsa o'yingisini biz uni suratga olishga juda ham ko'p harakat qildik. Xayr.